Assalomu alaykum. Bugungi mavzuyimiz masofaviy ta'limda talabalarning ishtirokini ta'minlash va faollashtirish. Masofaviy ta'limda o'quvchilarning ishtirokini ta'minlash usullari masofaviy ta'limda o'quv jarayonini istalgan joyda tashkil etish imkoniyatini beradi, biroq unda o'quvchilar ishtirokini ta'minlash va ularni faollashtirish muhim ahamiyatga ega. U interaktiv ta'lim texnologiyalaridan foydalanish, gamifikatsiya, muhokamalar va hamkorlik, shaxsiy yondashuv va motivatsiya bu ta'lim jarayonida ishtirokini ta'minlash uchun usullar hisoblanadi. Interaktiv ta'lim texnologiyalaridan foydalanish, ya'ni Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Moodle, Blackboard, Google Classroom, Khan Academy, Coursera, Udemy kabi platformalardan foydalanish hamda gamifikatsiya, test va viktorinalar, ballar, muhokamalar tizimi, darslarni topshirish shakli darslarni topshiriqlar shaklida tashkil etish ham o'quvchilarning dars jarayoniga qiziqishine sabab bo'ladi. Muhokamalar va hamkorlik formulalar va chat guruhlari Moodle, Edumodo'da jamoaviy loyihalar Google Docs, Miro, Padlet'da talabalar fikr va mulohazalarini inobatga olish ham ularni dars jarayoni yana qiziqarli bo'lishini va o'quvchilarni darsga jalb etishga yordam beradi. Shaxsiy yondashuv va motivatsiya o'quvchilarning ehtiyojlariga mos topshiriqlar berish, rag'batlantirish, individual maslahatlar berish kerak bo'ladi. Masofaviy ta'limda o'quvchilarning faolligini oshirish uchun interaktiv texnologiyalar, gamifikatsiya, muhokamalar va shaxsiy yondashuvlarni qo'llash lozim hisoblanadi. Masofaviy ta'lim texnologiyalarida asosiy komponentlari va vositalari quyidagilardan iborat: onlayn ta'lim platformalari, LMS, veb konferensiya, video konferensiya tizimlari, Zoom, Google Meet, shularga o'xshagan elektron ta'lim materiallari, e-resurslar, viktorina va test tizimlari, interaktiv ta'lim vositalari, mobil ilovalar va dasturlar, o'qitish va o'rgatish vositalari hamda virtual va qo'shilgan haqiqat, ya'ni AR, VR texnologiyalar. Onlayn ta'lim platformalari LMSga Moodle, Canvas, Blackboard, Google Classroom va Edumodo'lar kiradi. Ikkinchi, konferensiyalar va videokonferensiyalar tizimlariga esa Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Big Blue Button, Cisco WebEx'lar kiradi. Elektron ta'lim materiallari, ya'ni e-resurslar esa YouTube ta'limga oid video materiallar taqdim etish uchun keng qo'llaniladi. SlideShare, ta'lim prezentatsiyalari ulash platformasi hamda Khan Academy video va interaktiv darsliklar bilan ta'lim resurslari. Viktorinalar va testlar tizimlari esa bu Quizlet, flesh kartalar va viktorinalar yaratish va o'tkazish uchun platforma. Kahoot interaktiv viktorinalar yaratish va talabalarni baholash imkonini beradi. Google Formsda testlar va anketalar so'rovnomalar yaratish uchun oddiy vosita hisoblanadi. SurveyMonkey anketalar va so'rovnomalar o'tkazish uchun xizmat qiladi. Interaktiv ta'lim vositalari talabalar va o'qituvchilar o'rtasidagi muloqot va o'qitishni yanada samarali qilish uchun interaktiv vosita ishlab chiqilgan. Ular Padlet, onlayn taxta, onlayn doska, ya'ni talabalar va o'qituvchilar uchun fikrlarni almashish va materiallarni baham ko'rish uchun vosita hisoblanadi. Jamboard ham Google tomonidan taqdim etilgan interaktiv doska hisoblanadi. Nearpod ham interaktiv darslar va baholash vositalari hisoblanadi. Mobil ilovalar va dasturlar masofaviy ta'limda yanada qulaylashtirish uchun mobil ilovalar yordamida o'qitish va o'rgatish amalga oshiriladi. Bu ilovalar Duolingo, til o'rganish uchun interaktiv mobil vosita, Evernote, o'zlashtirish uchun eslatmalar va materiallar yaratish ilovasi, Coursera, edX, Udemy masofaviy kurslar o'tish uchun mobil ilovalar hisoblanadi. O'qitish va o'rgatish vositalarida o'qituvchilar va talabalar uchun o'qitishni osonlashtiradigan va yanada interaktiv tarzda tashkil etadigan texnologiyalar. Sokrativ o'qituvchilar real vaqtda baholash va testlar yaratish imkonini beradi. Edupuzzle videolarni interaktivlashtirish va talabalarni baholash uchun vosita hisoblanadi. Flipgrid video orqali o'quvchilarni muhokamalarga jalb qilish mumkin bo'ladi unda. Virtual va qo'shilgan haqiqat masofaviy ta'limni yanada realistik va interaktiv qilish uchun virtual qo'shilgan haqiqatlar texnologiyalari ishlatiladi. Google Expedition, video sayohatlar va tajribalar yaratish, Minecraft Education Edition o'quvchilar o'rganishni jalb qilish uchun virtual olam hisoblanadi. Tilt Blush esa san'at va dizaynni interaktiv tarzda o'rgatish. Kelajakdagi istiqbollari sun'iy intellekt va VR yordamida interaktiv va shaxsiylashtirilgan o'quv dasturlari paydo bo'lmoqda. Hozirda gamifikatsiya
o'yin elementlarini qo'shilib, o'quv jarayonini yanada qiziqarli qilish mumkin. Kelajakda blokcheyn va sertifikatlashtirish, diplom va sertifikatlarni raqamlashtirish va xavfsiz saqlashni kelajakda qilish mumkin bo'ladi. Xulosa: masofaviy ta'lim bugungi kunda ta'lim tizimining muhim qismi hisoblanadi. Yangi texnologiyalar uni yanada samarali qiladi. Kelajakda bu yo'nalishda yanada rivojlanib, kengroq auditoriyani qamrab oladi. Bugungi darsimiz shundan iborat edi. Hammaga rahmat.